Tabriklaymiz. Endi siz qush kabi erkinsiz. Eski zanjirlar va temir qafas o'tmishda qoldi. Mana sizga minbar, mana sizga oltin mikrofon. Xohlagan mavzuda sayrashingiz mumkin. There are problems. Prices have gone up. Muammolar bor, narxlar oshdi. Endi siz erkinsiz. Faqat bir shart, mana shu oltin qafasning chegarasidan chiqmasangiz bo'ldi. Muammolar bor, muammolar bor. Juda baland sayrayapsiz to'tiqushginam, kelishib olaylik. Siz nega chiroq yo'q deb emas, sham yorug'i naqadar romantik deb kuylang. Korrupsiya haqida emas, ob-havoning naqadar go'zalligi haqida gapiring. Muammolar bor, narxlar oshdi. Gapiring, lekin bu mavzulardan qoching. Hammasi yaxshi. Biz minnatdor bo'lishimiz kerak. Qarang, bizning to'tiqushlarimiz xohlagan narsasini gapiradi. Qarang, qanday baxtli mavjudot. Hammasi yaxshi. Biz minnatdor bo'lishimiz kerak. Uning gapiradigan gapi qolmadi. Chunki bizda hamma muammolar hal bo'lgan. Basharang qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama.